Yilning o'zida 4 karrali jahon chempioni bo'lib, bir amallab intermediatni tugatganman. Lekin meni orzuyim amalga oshmadi. Ya'ni men ingliz tilida kitob o'qishni boshlamadim. Necha marta harakat qilgan bo'lsam ham, qanaqadir men olgan kitoblar meni levelimga mos emasdi. Yoki juda ham zerikarli edi. Va bu videoni hozirroq saqlab qo'ying, chunki mazkur tushunilishi hamda o'qilishi oson bo'lgan qiziqarli ingliz tilidagi kitoblarning podborkasini yig'ib qo'ydim. Birinchi kitoblarimiz bu bizda Dio'ya bo'lib, Days at the Murasaki Bookshop deb nomlanadi. Kitoblar o'z bilan juda ham uyutli atmosferaga ega. Bosh qahramonimiz hayotidagi qiyinchiliklardan keyin Tokiodagi tog'asining eski kitob do'koniga ishlashga ko'chadi. Bu kitoblar Yaponiyani o'zida bestseller hisoblanadi va asosiy ma'nosi qanaqa qilib kitoblar dardga malham bo'lish haqida. Bu kitoblar kichkina bo'lgani sababli siz tez o'qiysiz. Va men bitta ingliz tilida kitobni tugatdim degan narsani o'zi sizga katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi kitob You've Reached Sam, romantik drama hisoblanadi. Bu yerda bosh qahramonimiz o'z sevgan insoni bilan orzusidagi kelajak qurish arafasida. Ammo afsuski orzular chilparchin bo'lib sevgan insoni hayotini tark etadi. Bir kuni u telefon orqali Sam bilan bog'lana oladi va bola rostdan ham o'lganini tasdiqlaydi. Ular bir-biri bilan qanaqa bog'landi? Aynan shu kitobda siz buni bilishingiz mumkin. Kitob hozirgi hayotni qabul qilib, o'tmishni qo'yib yuborish haqida. Spirited Away bu kitob multik asosida yozilgan. Bundan oldin ingliz tilidagi kitoblarni o'qimagan bo'lsangiz, aynan shu kitob sizga qiziqishingizni uyg'otishga yordam beradi. Tekst o'zi bilan juda ham oson yozilgan va har bir joyda juda ham qiziqarli illyustratsiyalar. Chunki men avval ingliz tilida tanlagan kitoblarim qiyin bo'lsa-ga, ularni chetga olib qo'yardim-da, ingliz tili levelim oshsa o'shanda kitob o'qishni boshlayman derdim. Lekin hozir shuni aytaman, o'qimaganingizdan ko'ra eng oson kitob yoki kichkina hikoyani o'qiganingiz yaxshi. Aytgancha siz qanaqa ingliz tilidagi oson lekin qiziqarli kitoblarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldirib keting, chunki bu ko'plarga qiziq. Aytgancha Caliber Books'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.